tushunmadim. O'ynashyaptimi u? Menga qara, shaldir aravangni qaqtib qo'ysan. Aka, uzr, ko'ngil qo'yman. Bitta joyini turtib olsang, mashinangni sotsang, ikkita banfiriga yetmaydi, bilasanmi? Xo'p, aka, uzr aka. Bilib chetroqda yurgan tushundingmi? Doim shunaqasin, nima kech qolaverasan? Shunaqa bezod. Bittasi asabim buzib qo'ydi-da. Bo'pti, haydagin tezroq boraylik, aka bilan ko'rishishim kerak. Doim shoshilayotganda shunaqa qilasan. Bo'pti, vahima qurma. Senga aytgan do'konim shu, osh markazining ish-tovoqlarini shatdan chiroyli qilib berishadi. Narxlari ham arzon, optim narxlar. Yur, kirib ko'ramiz. Haqiqatan narsalari arzon, sifatli, zo'r ekan, ha? Optim narxlari ham. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Siz aytgan narsalarni tashqarida tayyorlab qo'ydim. Siz ko'rib chiqinizcha, men nakladnoyda yozib tushaman. Bo'lmadi, kim o'zi? Do'kon egasi shular-ku, chinni aytmaydi. Rustam aka-da, sen yana kerakli narsalar bo'lsa qarab olgin, men tekshirib olaman. Bu Farq aka nakladnoy ekan-a? Keyingisini ham tezlashtirib berishgan. Aka, Noruzor. Voya, sal qizishib ketdi. Yo'q, hech qisi yo'q. O'rmonchilikda bo'lib turadi. Lekin odam mevaga mashinasiga qarab tabaqaga ajratish yaxshi emas.